Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Alo'us kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun Farg'ona viloyati Quva tumani Quvani Qalin postiniga Dilyor akamizni fermalariga tashrif buyurganmiz akalar. Yangi partiya mana. Qirg'iziston paroda buqalarimiz akalar. 4 oy, 5 oylik, 6 oyligi ham bor akalar. Xudo xolasa narxlar bomba. Videoni oxirigacha kuzatsalaring narx-navolar haqida to'liq ma'lumot beramiz akalar. Buqalarimiz akalar yeb ichishlari, sog'lik, salomatliklari, kasalliklar hamma yo'qlariga javob beriladi. Yangi kelgan, bugun ertalab kelgan yangi partiyamiz akalar. Bitta soni 9 ta ekan, ha? Bittami kichirog'i bor ekan, ha? Mana bunisi bilan 10 ta. Xudo xolasa buni ham kelishib bonus qilamiz akalar har doimgidek. Mana go'zallaridan. Assalomu alaykum Dilyor aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Nima aka bular? Qirg'izistonga o'tdim. O'z boshi suqatmasini mashina berishibdi. Qalay sog'lar. Joni sog' aka. Charchamayapsiz? Bugun juma kunga bir Rossiyada yurgan musofirlar, boqib novoz qilib foyda qilaman deganlarga zo'rlarni olib kelib terdik bugun. Narxlarni ham bomba qilib beramiz. Xudo xolasa. Ko'rsating. Mana akalar. Mollarimizni bo'ylari 1.10 plusda. Bitta mana kichirog'i bor ekan. 1.90 dan oshiqroqlar. Bularni qaranglar aka, turuvlar. Shu ayiq bo'lib ketgan, moshni mana ular qarang. Hammasi go'zal. Boqmasidan mana o'xtargan. Oyoqlar, yurishlarini qarang. Moshni. Yeb ichishlarni o'zlaring ko'ryapsizlar akalar. Yemasa ichmasa puliga javob. Ana, bu taraflama bemalol akalar, bexijolat, birinchi qo'l, bemalol uyga olaman deganlar mana olaverasizlar. Olib sotadiganlar ham foyda qiladigan narxlarda qo'yib beramiz, xudo xolasa. Birinchi qo'l kelgan mana. Bir ismiydi. Aha. Bitta haydaysizmi aka? Bitta yurishlarini ko'ramizmi? Ular kallasini ko'tarmay yeyapti-yu bular. Haydan shaqacha, bitta ko'raylik. Mashalloh, ular qarang. Yurishlar. Go'zal. Hammasi. Orqalarini qarang. Akalar, niyat qilib havas qilganlar uyda kamida 50 ta, 100 ta bo'lsin bulardan. Haydan aka baqa. Qaytaring orqaga. Ayiqni qaraydi. Ana akalar. Yurish turishlari, yeb ichishlari, sog'lik salomatliklari hamma yo'g'i garantiya beriladi akalar. Dastavkalarida muammo bo'lmaydi. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa kelishilgan holatda ketaveradi qayerga bo'lsa. Vodiy bo'ylab tekin dastur. Vodiy bo'ylab bizi bo'ynimizda. Tog'du tarafiga kelishilgan hollarda ketaveradi akalar. Mollarimiz bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal. Aka, bularni narxlarini nech pul deymiz aka? Narxlarni qarang, bomba qilib chiqaraylik juma kunga. Juma aksiyasi. Juma aksiyasi. Quyuq suyuq olaman desa, buning ichida 17 si ham bor, 16,5 ham bor. Quyuq suyuq olaman desa 16 dan beraverdim. O'tdim 9 tasini. Manisi mana. Bunisi har bo'limli arzonroq bunisi. Buni 11,5 qilib beraman. 11,5. 11,5 qilib beraman. Ana akalar. Bo'lmasa farqi 1 oylik xolos bulardan, ha? 1,5 oy farqi. 1,5 oy farqi 11,5. Qolganlari 16 dedingizmi? Ha, optim 16. Qo'yiq suv olganlarga akalar 16 million dastavkasi ichidami aka? Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ana, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida akalar. 16 milliondan mana boqma buqalarimiz Qirg'iziston paroda. Hammasi go'zal bir-biridan. Qiziqadiganlarga akalar, bo'ylari 1.10 plus. 1.10 plusda. 5-6 oylik bo'zaylar bular hammasi. Telefon qilsalaring akalar yana ma'lumotlarni to'liq beraveradi. Xolasalaring telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. WhatsAppdanmi? Telefon qilsalaring musofirda yurgan akalarimiz telegramlari ham bor. Bemalol ma'lumotlarni, bo'ylarini o'lchab ham berishaveradi. Xolasalaring kelib ko'raverasizlar. Xolasalaring eshiklaringgacha olib borib berishadi akalar. Ular turishlarni qarang.
Bir-biridan go'zal, moshni. Telefon raqamlarini qo'yamiz akalar. Bemalol aloqaga chiqib, barakasini qilib olaverasizlar. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Akalar, aytilgan narxlarga o'ylanmanglar. Telefon qilib savdosini qilinglar, savdolash sunnat. Savdosini qilinglar akalar, xudo xolasa yo'lida qilib berishadi. Narxlar go'zal. O'zlaringiz ko'rib yuribsizlar bozorlar. Ama hammasini bir joyga olgan odam maza qiladi. Hammasini bir joyga olganga ancha xayri bor. Adilyor aka. Tog'dek xayri bor. Ana aka, shapkalarni qarang. Joningiz sog' bo'lsin. Padarka berishdi. Shu shapkani kiyib yuring, boshingiz issiq bo'ladi. Ana akalar. O'zlaring bo'ylarini ham ko'ryapsizlar mana. Go'zal. Buni boqib turib bizga borki, Dilyor aka, molingdan 100% foyda qildim deydi aka. Voy, ular turishini qarang. Voy, mashalloh, go'zalligini qaranglar akalar bular. Orqalarini. Juda ham go'zallar akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Gap so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz akalar. Ko'rayotgan videolaringizni bittadan like bosib, kommentda hatto o'z fikrlarini yozib qoldirib qo'yasizlar. Arzimagan mehnatimizga. Biz bo'lsa sizlarga mana shunaqa zo'rlaridan, toza parodalaridan chiqarishda davom etamiz. Joningiz sog' bo'lsin akalar.